Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun bir yaxshi kun ekanki, men kutmagan edim bunday yangilikni. Mana hozir meni oldimga taxminan 20 yil oldin bo'lsa kerak, ha? Shu. Taxminan 20 yil oldin ko'kragidan onkologik kasal bo'lib, bu kishi ko'p joyga davolandi, maqsadga erishib bilmagan, keyin menga murojaat qilgan bo'lganlar. Bu kishi menga murojaat qilgandan keyin men bu kishiga mana bu ichadigan dorilarni va sotadigan dorini berganman. O'sha onkologik kasaldan ko'krakda bo'lgan sog'ayganlar. Taxminan 20 yil oldin bo'lgan voqea. Bugun esa menga bir shu yoqlarga yo'llari tushibdi, bir minnatdorchilik qilay deb kiribdilar. Men ham juda xursand bo'ldim. Mana o'zlaridan bir eshitaylik. O'rinlarga shukur, qancha joylarga bordim, yaxshi bo'lib, sherak keldim, shuncha tashkilotlarni oldim, yaxshi bo'lib ketdim. Rahmat, Xudoga shukur. Siz Rometanni sentriga yashaysiz. Rometanni sentriga yashayman. Ismingiz kim edi? Sho'reva Mukaram. Sho'reva Mukaram. Salomat bo'ling. Men ham juda xursand bo'ldim. Rahmat, Xudoga shukur. Mana kimda agar ko'kragida ayollarga endi qaysi bir ayollarga, qizlarga ko'kragida muammo bo'lgan bo'lsa, masafati bo'lishi mumkin, boshqa xil ishlar bo'lishi mumkin. Qandaydir ishlar ko'krakda paydo bo'lgan bo'lsa, bemalol murojaat qilsin. Bu kishilarning oldindan bir necha kishi bizga shu masalada minnatdorchilik qilgandi. Biz ularni zapis qilmagandik, hozir esa bu kishini zapisga oldik. Xudo xolasa bundan keyin shunday kasallar sog'ayib ketadi degan umiddaman, hammasi sog'ayadi degan umiddaman. Menimcha endi sog'aymasa qolmaydi birontasi bu kasal. Inshaalloh. Alloh sizga ham rahmat, uzoq umr bergan bo'lsin. Alloh yaxshi kunlar ko'rishni nasib qilsin. Salomat bo'linglar, boshqalarga ham uloqib qo'ying.